Aziz obunachilar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta eng oxirgi optimum narxlarini sizlarga aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Karavan kuzatuvchilar, aziz obunachilar, karavan korxonasi o'z faoliyatini boshladi. Aziz obunachilar, 2026-yilga ham mana o'tib oldik, eson-omon. 2025-yilda bajarolmagan amallaringni 2026-yilda 10 baravariga bajarib olinglar. Tinchlik, xotirjamlik, fayz barakasini bersin xonadonlaringizda. Aziz obunachilar, ko'p kommentariyalar o'qiyman, ko'pchilik duo qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Hoji onalardan, hoji akalardan, aka-uka, opa-singillardan Alloh rozi bo'lsin. Duolarni ko'ryapmiz. Rahmat. Sizlar qancha bizni duo qilsalaring, biz shuncha kuchayib, yuksalib boramiz. Sizlar uchun karavan korxonasi xodimlari bilan bel bog'lab, eng zo'r, arzon, hamyonbop, optimum mahsulotlarni chiqarishga har doim aytib o'taman, karavan korxonasi xalq xizmatda. Aziz obunachilar, e'tibor qilamiz, karavan brendda tikilgan yangi bir kishilik ko'rpamiz tayyor bo'ldi. Har doim karavan korxonasi rasvetkani juda ko'p tikamiz. Rasvetkadan ayamaymiz. Kimdirga ko'ki, sarig'i, qizili, oqi, salatoviy, bejoviy shular svetlar yoqadi. Hammani didi har xil bo'lganligi uchun o'shancha ko'rib turganingizdek 10 xil rasvetkamiz tayyor, sizlarga tayyor qilib qo'yganmiz. Bu bir kishilik ko'rpalarimiz nimalardan iborat bo'ladi? Materialimiz Xitoy HB bambuk, Xitoydan keladi. 5 kek bambuki bas. Biz narxlarni arzon tushirib, materiallarini, ichidagi mahsulotlarni narxni tushirish maqsadida tufta mahsulotlar ichiga biz solmaymiz. Materialimiz yumshoqqina Xitoy HB bambuk, bemalol avtomat kir mashinada aziz obunachilar yuvishlaring mumkin. Bo'ylariga bo'ytumon qo'shishlaring mumkin. Qo'g'ilari ham juda chiroyli qilingan. Biznikini avtomat kir mashinada yuvsangiz, ichidagi mahsulotni yurib ketmaydi. Biz bunga albatta kafolat beramiz. Aziz obunachilar, ichidagi mahsulotni kimdirlar sentifon deyishadi, kimdirlar halafayda deyishadi. Mana shu narsa ichida tozasi, yaxshisi, allergiya bermaygani va qichitmaygani va bunda yotsangiz mazza qilib yotasiz. Uyqular aslovnoy e'tibor qilamiz, ko'rpalardan, pastellardan va yostiqlardan iborat bo'ladi. Shuning uchun shularning eng yaxshilarini olishga harakat qiladi. Shularni chunki bularda yillar davomida aziz obunachilar yopinasizlar. Shuning uchun mahsulotga e'tibor qilamiz. 10 xil buviga, ammaga, xolaga, opoqiga, hammaga eng chiroyli rasvetkalarni tayyor qilib qo'yganmiz. Bu mahsulotlarimizni ko'proq sarpolarga olishadi. Sarpolarga, kelin salomlarga olishadi, ehsonlarga olishadi, misol umradan kelganlarga olishadi. Arzon, hamyonbop, ham gabarit narsa. Ko'rishlaring mumkin aziz obunachilar. So'mkalarga solib qo'yganmiz. Kattagina mana bomba qilib qo'yganmiz. Mana juda chiroyli qilib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin mana. Juda chiroyli so'mkalari ham bor. Albatta so'mkalari ham bor. Biz ham arzon qo'yib turib, biz boshqalarga o'xshab biz upakovka demaymiz. Albatta mana Xudandaga berganni sarpolarga, salomlarga hamma 20 ta 30 ta olishadi va hamkorlikka chaqiramiz. Bemalol hamkorlar ham bizdan olib, buni sotishlaring mumkin. Aziz obunachilar, bexijolat juda zo'r. Bo'ylarini, razmerlarini ko'pchilik so'rashadi. Bo'ylari, bichuvlari 2.10 bo'ladi, qolishi 2.5, 2 metrgacha qoladi. Bunaqasiga 1.30, 1.35 ichidagi mahsulotga qarab turib kishigacha qoladi. Bexijolat mana. Etiketga kantlarimiz ham bor. Mana material kantlari e'tibor qilamiz, o'zidan qo'yilgan, chiroyli qilib qo'yilgan. Mana aziz obunachilar, bemalol mana ichi to'lagini, mana yumshoqqina, mana mazza qilasiz. Mazza qiladi. Jonni huzuri aziz obunachilar. Bir kishilik ko'rpalarimiz 10 xil rasvetkamiz bor, upakovkasi mana shulardan. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Bexijolat karavan korxonasi 7 yil, 8 yildan beri onlayn ravishda savdo qiladi. Har bitta insonni xonadoniga va pochta orqali albatta yetkazib beriladi. Aziz obunachilar, xohlovchilar qopga solishlaring mumkin. Agar bitta qopimizga 30 ta, 35 ta sig'adi, Isuzular o'sha 12 ta viloyatga olib borib beradi. 12 ta viloyatga boradi, shatdan ketadi. Agar 2 ta, 3 ta olgan bo'lsangiz, pochta orqali ketadi. Pochta xizmatidan ko'pchilik so'rashadi. Ofisdan ofisgacha 1 kilosi, birinchi kilosi 15 ming so'm, qolgan kilolari 3,5 ming, 4 ming pochtalarga qarab bo'ladi. Ofisdan ofisgacha yetib boradi aziz obunachilar. Agar qopda oladigan bo'lsalaring, qopda sizlarga ancha arzon tushadi. Yangi qoplarga
solib, chiroyli qilib sumkalari bilan jo'natib beramiz. To mahsulotingiz o'zingizning qo'lingizga yetib borguncha biz kafolat beramiz, qarab turamiz. Shopirlarga ham va pochtalarga ham hal qilib beramiz. Aziz obunachilar, kommentariy yozganlarga kattakon rahmat. Agar mana shu video sizga kerak emas, shu bir kishilik ko'rpa kerak emas. Boshqa nimaga kerak? Boshqa nimaga kerak bo'ladi? Sherigingizga, dugonangizga, unisiga kerak bo'ladi. Shuning uchun bu videoni yo'qotib qo'ymang. Hozir kerak emasmi? 3-4 yildan qizingiz katta bo'ladi, o'g'lingiz katta bo'ladi. Umraga borasiz, to'ylar qilasiz, o'shalarga albatta bizda qangi nimalar, Karavan korxonasi albatta sizlarga kerak bo'ladi. Shuning uchun podpiska bosishni unutmanglar va kommentariyada bizni kamchiliklarimiz yozib ketsalaringlar bo'ladi. Xohlagan so'zingizni yozib ketishingizga sizning haqqingiz bor. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman, aziz obunachilar, sizlardan iltimos, kuzatuvchilar, bizni qayerdan kuzatyapsizlar? Bizni qayerdan kuzatyapsizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz qaysi viloyatlar kuzatyapti ko'proq, biz ko'rib xursand bo'lamiz. Aziz obunachilar, bu narxiga kelgan bo'lsak, buni narxi 42 ming, 45 ming so'm, mana shu upakovkada 42 ming, 45 ming so'm. Sizlarga yanvar oyi uchun azizlar bomba skidka qilamiz. Bismillah deb Karavan korxonasi o'z faoliyatini 2026-yilda boshladik. Mana aziz obunachilar, YouTube'ga birinchi o'sha 26da videoni qo'yishni boshladik aziz obunachilar. 42 ming, 45 ming mahsulotimizni ataga 36 ming so'm qilib belgiladim sizlarga aziz obunachilar. Bitta olsangiz ham, 10 ta olsangiz ham ataga 36 ming so'm. Xohlagan rasmiyatga tanlab olish bepul. Bemalol olishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Shu videoni o'z yaqinlaringizga va sarpochilar, qizi borlarga, sarpoqchilarga jo'natib qo'yinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Ataga mana shu upakovkada 42 ming so'm emas, ataga 36 ming so'm 12 ta viloyatga bor. Karavan korxonasi Qo'qon shaharda joylashgan. Qo'qon shaharda xohlasangiz showroomimizga kelib, bemalol ko'rib, qo'llaringiz bilan ko'rib olishlaringiz mumkin. Bexijolat. Karavan korxonasi Qo'qon shaharda joylashgan. Optun bozordan 100-150 metr barida. Karavan korxonasi ish faoliyati har kuni ishlaymiz. Zakazlarimiz Telegram orqali bo'ladi. Telegramga mana telefon yozib qo'yamiz. 95 402 0708 raqamiga telefoniga saqlanib turib, Telegramdan gruppaga qo'shib qo'ying desiz, gruppaga qo'shib qo'yamiz va xohlagan rasmiyatingizni belgilasiz, Telegramda keyin jo'natib olishadi. Adminka qizlarimiz har savollaringizga javob berishadi. To'lovlar oldindan bo'ladi aziz obunachilar. Zakazlar Telegram orqali bo'ladi. Kimga shunaqa bir kishilik ko'rpalar kerak bo'lsa, bemalol adminlarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Karavan korxonasi har doim sizlarning xizmatlaringizda. Sog' bo'lasizlar.